Jamiyat taraqqiyoti va ochiq oshkora davlat boshqaruvi uchun korrupsiyaga qarshi kurashish muhim yo'nalishlardan biri sanaladi. Bu borada har bir tashkilot va idora o'z mas'uliyatini anglab, tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston Davlat arxivining Namangan viloyati boshqarmasi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan yig'ilish ham ana shu jihatlarni o'zida mujassam etgani bilan alohida ahamiyat kasb etdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Davlat arxivining Namangan viloyati boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan yig'ilishda davlat tashkiloti va idoralari xodimlari ishtirok etdilar. Unda korrupsiyaga qarshi samarali kurashish yo'llari muhokama qilindi va korrupsiyaning salbiy ta'sirlari, uning jamiyatga keltirishi mumkin bo'lgan zararlari haqida ma'ruzalar tinglandi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi qonunchilik va tashkilot ichki siyosatdagi o'zgarishlar, ularning amaliy ahamiyati muhokama qilindi. Xodimlarga ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurashda faol ishtirok etish vazifalari yuklatildi. Turli xil arxiv hujjatlarini olish, saqlash, taqdim etishda mazkur illatga yo'l qo'ymaslik muhim ekanligi tushuntirilib, bu jarayonda pora bergan va pora olgan shaxsga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq qo'llaniladigan jazo turlari bandma-band sanab o'tildi. Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan mamlakatimizda aksil korrupsiya oyligi tadbirlari keng o'tkazib kelinmoqda. Tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasiga asosan bugun viloyatimizdagi arxiv ishi tizimi xodimlariga ham korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, qonunchilikdagi yangiliklar, ularning mazmun va mohiyati hamda qonunchilikning asosiy talablari mana shu arxiv ishi tizimi xodimlari e'tiboriga yetkazildi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun, uning talablari, shuningdek xodimlar tomonidan to'ldiriladigan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi deklaratsiyalarni to'ldirish tartiblari atroflicha tushuntirildi. Tadbir davomida hamkorlik aloqalarini mustahkamlash va korrupsiyaga qarshi kurash milliy dasturlarini samarali amalga oshirish uchun qo'shimcha choralar muhokama qilindi. Yig'ilishda qatnashganlar o'z fikr va takliflari bilan o'rtoqlashib, boy tajribaga ega bo'ldilar. Yo'llangan savollarga mas'ullar tomonidan atroflicha javob berildi. Tuman davlat arxivi direktorlari, xodimlari ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishdan ko'zlangan maqsad bugungi kunda arxiv xodimlari o'rtasida korrupsiya holatlarini oldini olish, ularga barham berish to'g'risida tushuntirib o'tildi. Biz bugungi yig'ilishdan o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik. Korrupsiya holati uchragan holatda mas'ul xodimlar tomonidan tegishli choralar, jazoli qo'llanish haqida ma'lumotlarni oldik. Ushbu yig'ilishda hamma o'ziga kerakli bo'lgan savollarga javoblarni oldi. O'ylaymanki, mazkur yig'ilish mana shu xodimlar, idora xodimlari o'rtasida korrupsiya holatlarini oldini olishga xizmat qiladi. Xulosa o'rnida aytish joiz, O'zbekiston Davlat arxivi viloyat boshqarmasi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan mazkur yig'ilish jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish masalasini yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Tashkilot xodimlari va rahbarlari bu borada mas'uliyat va faollikni oshirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Shuningdek, kelgusida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha monitoring va targ'ibot ishlari izchil davom ettirilishi rejalashtirildi.